Qadrdonlar, sizlarning fikringiz men uchun juda ham muhim. Hozirgi kecha kunduzda necha sotuvli yer maydoniga uchastka qursa ideal bo'ladi. Izohlarda yozib qoldirasizlar. Ayni damda biz Yashnobod tumanining eng elita mahallalaridan bittasiga kelganmiz, Shohimardon mahallasi. Naryo ko'chani ko'ryapsizlarmi? Katta yo'lga adashmasam bir 50-60 metr o'ng tarafimizda Karzinki, shuni Kadishva bozori yonginasi. Endi bu yoq tarafdan mana burchakdagi uylarni, naryo taraf mahallalarni ko'rishingiz mumkin. 4 sotuv joy sotuvga qo'yilgan. Rovna tekis. Kelinglar, shuni ko'ramiz. O'zi bu joyimizni umumiy maydoni 18 sotuv ekan. Okamiz shundan to'rini sotaman deyaptilar. Agar nobodo kottejni garadok quraman desangiz, kelib ham gaplashib ko'rsangiz bo'ladi, lekin u naryo tarafdan 4 sotuvni sotar ekanlar. Fasadning razmeri 11 metr, uzunligi 36 metr, kadastrni uje alohida notarsga tayyor qilib qo'yganman, oladigan klient bo'lsa deb aytibdilar. Ichkarilariga ham kirib ko'rdik. Tekis to'rtburchak yer maydoni, hujjatlaridan umuman muammo yo'q. Endi kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, bu yerda hamma narsa bor. Kanalizatsiya, suv, svet, gaz. Bu yoq tarafdan fasadimizni, u naryodagi eski darvozani ko'ryapsizlar, ana o'sha yerda tugayapti. Umumiy maydon o'zi 18 sotuv, shundan to'g'ri sotilyapti. Bir sotuviga $33,000 so'rayaptilar. Endi pastda egalarining nomerini qoldiramiz, telefon qilib, tepasida kelib savdolashib, baraka qo'yib uradigan joyi. Assalomu alaykum.